Assalomu alaykum Nabijon Nurmatov kanaliga xush keldingiz. Bugun 5-may, ya'ni ki arpa uji pishdi. Uji arpa ko'p joyda o'rilayapti, buni ko'ryapsizlar. Bu lalimi bo'lgan arpa polna gektarning ichida pishib qolganini ko'ryapsizlar. Chunki ko'p joylarda, ya'ni ki bu arpa kolxozavatda uji arpa ko'p joyda o'rilayapti. 5-mayda uji arpalar pishdi. Buğdaylar ham uji pishib boshladiki, buna shuning hammasi 5 gektar arpa. Yaxshi ko'rsatamiz. Shunday arpa, hammasi arpa. Ichida endi tikeni ham bor, lekin arpalar bo'ladi. Bo'yi pastroq yaxshi bo'lgan. Bitta like bosing, tarqating, ya'ni ki kolxozavatda bizatni arpa pishibdi deb bitta obuna bo'lishni ayamangizlar. Chunki yangilikning yaxshisini sizlarga chiqarib beryapman. Bugun ham sizlarga handalakni qo'yib berdim. Yana bugun arpani qo'yaman. Shuni press, masalan, yangiliklardan bexabar bo'lmangizlar. Nabijon Nurmatov live kanaliman doimo birga bo'lsangizlar, inshaalloh yaxshi narsalarni sizlarga qo'yib borishga harakat qilaman. Nerda uja ishchilar ham tayyor, bu yoqda bir ko'rsatyapti. Uja bolalar polni o'rishga, nashu bolalar o'radi, aylantir, ana shular o'rishga tappa tayyor. Bular uja o'radi hozir. Arpani o'radi, orqamizda ko'pchil, bular tushgani chunki uyalayaptilar. Yosh bolalar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Obязательно kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring.